Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Navbatdagi darsimiz mavzusi elektriklarda razryadlanish jarayoni. Mavzuga muvofiq ishlab chiqilgan rejalar: birinchi, gazlarda razryadlanish jarayoni; ikkinchi, razryadlanish turlari. Tayanch iboralar. Gazlardagi elektr razryadlanish tushunchasi ionlanish jarayonlaridan kelib chiqqan zaryadlangan zarralarning elektr maydon ta'siri ostida gazlarda tartibli harakatlanish holatlarini o'z ichiga oladi. Gazlardagi tok oqimining paydo bo'lishi uchun asosiy shart bu erkin elektronlar va ionlarning mavjudligidir. Ya'ni gazlardagi razryadlanish bu gazlardan elektr toki oqib o'tish degan ma'noni bildiradi. Faqat neytral molekulalardan tashkil topgan gaz elektr tokini o'tkazmaydi, ya'ni ideal dielektrik hisoblanadi. Tabiiy ionlashtiruvchi moddalar, ya'ni quyoshning ultrabinafsha nurlari, kosmik nurlar, yerning radioaktiv nurlari va boshqalar tabiatda tabiiy ionlanish jarayonini ta'minlaydi. Shu nurlar ta'siri tufayli haqiqiy sharoitlarda gazda har doim ma'lum miqdorda elektr o'tkazuvchanligini namoyon qiluvchi ionlar va elektronlar mavjud bo'ladi. Gaz bosimi, elektrodlarning konfiguratsiyasi hamda tashqi holat parametrlariga qarab 4 ta turdagi razryadlanishlar mavjud. Shulardan birinchisi buruqsima razryadlanish, ikkinchi yoyli razryadlanish, uchinchi tojli razryadlanish va to'rtinchi uchqunli razryadlanish hisoblanadi. Buruqsima razryadlanish bu mustaqil elektr razryadi bo'lib, juda past bosimda, ya'ni 0,1 mm simov ustuni va kichik tok 10 usti darajasi -5 va 1 amper atrofida yuzaga keladi. Shu sababli buruqsima razryadlanishni sovuq elektrodli razryadlanish ham deb ataladi. Buruqsima razryadi past bosimda kuzatiladi va zarbaviy ionlanish yoki ikkilamchi elektronlar emissiyasi natijasida sodir bo'ladi. Buruqsima razryad past bosimlarda sodir bo'ladi deb aytdik. Uni uchlarida yassi metal elektrod o'rnatilgan shisha naychada kuzatish mumkin. Uning rasmi mana shu slaydimizda ko'rsatilgan. Uchqunli razryadlanish. Uchqunli razryad gazlarda odatda atmosfera bosimiga teng bosimlarda sodir bo'ladi. U uzlukli ko'rinishda namoyon bo'ladi. Tashqi ko'rinishdan uchqunli razryad yorqin zigzag shaklda tarmoqlangan holda ko'rinadi. Razryad oralig'i uchqun kanali tomonidan teshilgandan so'ng uning qarshiligi kichiklashadi. Kanal orqali yuqori quvvatli tokning qisqa muddatli zarbasi oqib o'tadi. Bu vaqt ichida oraliq kuchlanish kichik bo'ladi. Agar manbaning quvvati juda yuqori bo'lmasa, bu tok zarbasidan keyin zaryad to'xtaydi. Elektrodlar orasidagi kuchlanish avvalgi qiymatga ko'tarila boshlaydi va gazning kengayishi yangi razryad kanali hosil bo'lishi bilan takrorlanadi. Ya'ni doimiy mana shunaqa takrorlanib turadi. Tabiiy holda uchqunli razryad yashin ko'rinishda namoyon bo'ladi. Quyidagi rasmda uchqunli razryadning tabiiy ko'rinishi ifoda etilgan. Davomiyligi 0,2-0,3 sekund, tok kuchi 10 usti -5 ampergacha, 10 usti darajasi 5 ampergacha, uzunligi 20 kilometrgacha bo'lishi mumkin. Tojli razryad bu tojli razryadlanish keskin bir jinsli bo'lmagan elektr maydonda sodir bo'ladi. Bunday maydonni ikkita har xil yuzaga ega elektrodlar orasida kuzatish mumkin. Ulardan birining yuzasi katta egrilikka ega bo'ladi. Tojli razryadlanishning tabiatdagi ko'rinishi quyidagi slaydlarda ko'rsatilgan. Mana bu slaydda ham tojli razryadlanishning
tabiatdagi ko'rinishi ko'rsatilgan. Bundan tashqari tojli razryadlanishlar liniyalarda, ya'ni elektr uzatish liniyalarining butun uzunligi bo'yicha ham kuzatish mumkin. Yoyli razryad, ya'ni yoyli razryadlanish. Agar kuchli manbadan uchqun razryadi hosil qilingandan keyin elektrodlar orasidagi masofa asta-sekin qisqarsa, u holda oraliqdagi razryad uzluksiz bo'lib, gaz razryadining yangi shaklini vujudga keltiradi. Bu esa yoyli razryadlanish deyiladi. Yoyli razryadlanish mana shu slaydda, rasmda ko'rsatilgan. Bundan tashqari yoyli razryadlanishni hosil bo'lishda tok keskin oshadi va katta qiymatga erishadi. Bu paytda kuchlanish pasayib, qarshilik kamaygan bo'ladi. Shu uchun tabiatda yoyli razryadlanishlar mana shu rasmda ko'rsatilgan holda ko'rinadi. Bundan tashqari razryadlanishlar tabiatda qo'llanishi, buruqsima razryadning tabiatda qo'llanishi ionli va elektron rentgen trubkalarida, gaza razryad trubkalarida va gaz lazerlarida ishlatiladi. Yoyli razryadlar projektorlarda, payvandlash va kesish, metal eritish pechlarida ishlatiladi. Tojli razryadlanish gaz aralashmalarini elektr tozalash filtrlarida qo'llaniladi. Uchqunli razryadlanish elektr yashin, uchqunli kondensator razryadlarida ishlatiladi. Bu sinov savollariga javob o'zlaringiz topasiz. Bundan tashqari mavzuga oid video material mavjud. Электрический ток в газ. Foydalangan adabiyotlar keltirilgan. Rejada ko'zda tutilgan vazifa bajarildi. Gazlarda razryadlanish jarayoni, razryadlanish turlari ko'rib o'tildi. E'tiboringiz uchun rahmat.